Akalar, ukalar, bu opani gapini bir eshitdilarmi? Nega erkaklar ikkinchi ayolni xohlab qolishadi? Bu juda katta mavzu. Juda qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman. Kishini oldida hurliqo bo'lib, eng chiroyli kosmetika kosmetologga borib, eng chiroyli kiyimlarni kiyib, arabcha raqslarga tushib berib, eng shirin ovqatlar qilib bersangiz ham, lekin eng yomon kunlarda uni yonida turmagan bo'lsangiz, u baribir boshqa ayol tutishga harakat qiladi. Hamma narsani qilib berib, joyi kelganda yana bittada chiqazib olasiz, tilingizni o'ng qarshi qilib, tekishiga men qilganman, men orqamdan bo'lgan, men sababchi bo'lganman dedingizmi, bo'ldi. Uni qalbi bayron bo'ladi va bir kun albatta yigitmoli yer ostida deganlaridek o'sha erkak ro'yobga chiqqan, ya'ni Alloh davlat berganda o'sha erkakka va unga qanoat qilib, unga til qaytarmaydigan ayol qidira boshlaydi. Erkaklar birinchi o'rinda faqatgina tili uzun ayoldan qochadilar. Bu opani gapiga qo'shilaman. Ayrim ayollar bor, erini topganiga chidalmaydi va noshukrchilik qiladi. Shukr qiling. Ozgincha sabr qiling, qo'llab-quvvatlab turing shu erkakni. Vaqt kelganda boy, davlatli bo'lasiz. Hamma orzuyingizga erishasiz. Shu erkak sizni orzuyingizga erishtiradi. Sabr qiling. Pastga urmang. Alloh taolo qo'llaydi. Barcha insonlarda Alloh rizqini bergandek, sizni eringizga ham rizq beradi. Uni qancha xo'rlasangiz, pastga ursangiz, pul topib, boylik topgandan keyin shu xo'rlagan kunlaringiz esiga tushib, oldingizdan darhol ketishni o'ylaydi. Shuning uchun sabr qiling.